Xo'sh, ko'plar so'rayapti, bugungi jonli efirda nima bo'ladi deb. Jonli efirda jonli efir psixologlar uchun bo'ladi. Psixologiyaga endi kirib kelayotgan, allaqachon konsultatsiya qilayotgan psixologlar uchun bo'ladi. Ya'ni o'ziga bo'lgan bahoni, ishonchni qanday ko'tarish mumkin, qanday qilib birinchi konsultatsiyani o'tkazish mumkin, nimalarga ahamiyat berish ekanligi va shu bilan birga, конечно же, hammani qiziqtiradigan savol bu psixolog bo'lib turib daromadini $1000 ortiq, ya'ni 2 baravar, 3 baravar qanday qilib oshirsa bo'ladi. Hammamiz qaysidir sohaga kirib kelar ekanmiz, albatta u yerda muvaffaqiyatli, pul ishlaydigan mutaxassis bo'lishni istaymiz. Ko'p holatlarda shu narsa qo'limizdan kelmasa, qo'rquvlarimiz asosida, qanaqadir bloklar asosida, bilimi bo'lmaganda ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni shular bizlarga o'zimizni sohamizda otilib chiqishimizga xalaqit beradi. Mana shular haqida bugun gaplashamiz. Jonli efirda ko'rishguncha 21:00 da.